Mana uni qarang. Xrustyashni, sochni shunaqa ham zo'r bo'ladimi? Biz o'zbekmiz-ku, to'y hashamimiz ko'p, ziyofatlarimiz ko'p, ulfatchilik, to'satdan kelib qoladigan mehmonlar. Bu somsalarni dasturxonga beradigan bo'lsak, manaman degan nozik qalb xo'jayinlar va kazo-kazolar qalblarini titratib yuboradi. Somsani zo'ri qalbimni to'ri deb qo'yyaptilar. Biz Saqachi somsaga kelganmiz. Akam va'da beryaptilar. Go'shtli somsalarimizni mesniy go'shtdan qilaman deb. Mesniy, okey, 3% mesniy go'shtdan qilamiz. Tajriba ham 6-7 yillik somsada bor, okey. Sezonga qarab qovoqli, tovuqli, kartoshkali, avashnoy, go'shtli somsalar bor. Go'shtligini sizlar uchun sindiramiz. Bayramgacha bitta erkalatamiz hammani. Bitta olgan onamga bitta bepul. Barakam. Baraka, okey. Okey, mana shu ehson uchun yangi ochilayotgan joy bo'lgani uchun bittaga bitta tekin. Odamlar mazasini ko'rsin, yesin, yana kesin. O'zi nech pul sotyapsiz bir donasi? 12 ming so'mdan sotamiz u. Mesniy go'shtlar o'rtacha 13 ming. Okey, ziyoniga ishlasagan odamlar mazza qilsin. Hozir kinayimlar keladi, tog'oralar ko'tarib, bir tog'ora oladi, yana bir tog'ora qo'shib berasizmi? 30 ta olishsa, yana 30 tani tekinga qilib beraman. Mingta bo'lsa-chi? 1000 taga bo'lsa, 1000 ta tekin qilib beraman. Lamiz manaqa bo'ladi. Manzilimiz birinchi Gorvanisadan shunday o'tganda o'ng qo'lda Taqachi somsa. Bu aksiyamiz 31-dekabrgacha davom etadi. Gap gashtak, to'y hashamda yurishni yaxshi ko'rgan kinaylarga jo'natib tashlaymiz. Xizmat olsa, somsada bugun bayram,